baho beringlar remontlarga, xudo xolasa mana qarang. Dushi chiqdimi, jigarlar? Nima deysizlar? Xonalarni ham ko'rsataman. Boshqa xonalarimiz. Tak. Mana oshxona, kuxnya, mana bu. Sanuzel. Bu tarafni ko'rsatyapman mana. Qani nima deysizlar mana? Remontlarimiz xudo xolasa. Shunchaki bu xonada yashab berish kerak xolos. Shu Ispaniyada yotardi, oshxonaga kiradi, to'rttagina kofe bilan sanuzelga kirib, to'rtta oilaga kulishib, hangoma qilib, televizorlar qo'yib, prosta yashab bersa bo'ldi. Hammalarga nasib qilsin, jonlaringiz sog' bo'lsin, havas qilganlar bo'lsa bittadan like bosib qo'ying.